Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qodir xonim Qurboniyat arifasida ziyoratimizni qabul qilib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga oyamlik salom yo'lladi va ularni milliy burchini ado qilishga chaqirdi. U mundaq dedi: Gerçi biz azap ve zulmet çekiyotgan bolsakmı, bu hitning Uyg'urlar uchun bir-birini kechiradigan, bir-biriga qut baxt tilaydigan hit bo'lishini tilayman. U yana Uyg'urlarning milliy qutulish harakati uchun ittifoqlashish kerakligini bildirdi. Rabia xonim mundaq dedi: Bu hit xosiyati bilan men Uyg'urlarni milliy kimligi, diniy e'tiqodi, vatanining ozodligi va kelgusidagi xo'shalligi uchun birlik, ittifoqlikka chaqiraman. Aşkarlanışça 9. ayda Yeken Nayisi Odanlıq yezisining Xankörük ve Ravat Östen kentlerinde vaka yüz bergen. Odanlıqdaki vaka 26 sentabr yüz bergen. Vakada saqçılar bomba yasash gumoni bilan bir turkum Uyg'urni turayotgan uyda qo'rshab olgan. Odanlıq yezisidagi saqchi va kent mas'ullarining oshkorlashicha, saqchilar qo'rshav davomida gumondorlarga qartib o'q chiqarib, ularning bir qismini o'ldirgan va bir qismini yaralandırgan. Xankörükdə vəqə yüz berib 4 gündən keyin Ravat Östəngdə vəqə yüz bergan. Kent məsullarının bildirişçə Xankörükdəki vəqədə 3 kişi ölgən. Dünya ölüm cezası qarşı turuş günü münasibati bilan xatar ostidagi millatlar tashkiloti Xitoyning Uyg'ur elida ölüm cezasini ko'plab ijro qilayotganligini tanqid qildi. Uningdan boshqa xalqaro kechirim tashkiloti, Yevropa ittifoqi qatorliq tashkilot va organlar bayonot e'lon qilib, Xitoy qatorliq ellarni ölüm cezasini bekor qilishga chaqirdi. Germaniyani markaz qilgan xatar ostidagi millatlar tashkilotining Osiyo ishlariga mas'ul xodimi Ulrich Delius mundaq dedi: Men shunda qaraymanki, Uyg'urlar yoki Tibetlarning asosiy kishilik huquqiga hurmat qilinmay turib, o'lim jazosi orqali ularni to'xtatgan bo'lmaydi. O'lim jazosi faqat o'limli qurol emas. Xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq kishilik huquq organlarining farishicha Xitoy har yili 2-3 ming odamga o'lim jazosi beradi ekan. 9. ayının 26. günü Xotan Layqa başlanğıç məktəbində oquvchilarning tamaqdan zərərlanish vəqəsi yüz bergan. Doirlar mazkur vəqəni axbaratdan yoşurgan. Xotan Naylik Ma'rif İdarəsi başlığı vəqədə cəmi 160 balaning doktorxanaga apırılğanlığını aşkarladı. Amma o balalarning tamaqdan zərərlənməganligini, faqat berilgan tamaqqa moslashamaganlikdan kelib chiqqan hodisa deb bildirdi. Ahvol inkos qiluvchilar doirlarning tamoq ta'minlovchi shirkatning manfaatini qo'g'dash uchun voqeaning sababini yoshirayotganligini ilgari surishmoqda. Bir qism xabarlarda Uyg'ur yezilaridagi ba'zi maktablarda o'quvchi tamoqlarining Xitoy shirkatlariga huddiga berilganligi ilgari surilgan edi. Türkiye'de yaşayotgan Uyg'ur tilshunos Quddus Hafiz Efendi Xitoyning atalmış qo'sh til ma'rif siyosati natijasida Uyg'ur milliy ma'rifi orqaga chekinganligini bildirdi. U bu so'zlarni Istanbulda chaqirilgan Uyg'ur akademiyasining ilmiy muhokama yig'inida o'tirg'a qo'ydi. Quddus Hafiz Efendi so'zida Uyg'ur tili yeziqining dunyodagi ingliz, arab, xitoy, rus tillaridan qilishmaydigan mukammal til ekanligini amaliy misollar orqali o'tirg'a qo'ydi. Quddus Hafiz 90-yillarning oxirlari Uyg'ur tilining muhimligi ustida ilib borgan tadqiqotlari sababli Uyg'ur ilidan nom chiqargan. Keyin u Turkiyaga kelib o'ltiraqlashib qolgan edi. Türkiye'de içilgan Uyghur Akademiyasining 5. navbatlik yig'inida Uyg'ur olimi Shuhrat Mutallib akademiyaning faxriy raisligiga saylandi. Shuhrat Mutallib klon sohasida dunyoga ko'z ko'ringan olimlardan biri edi. Yig'in 5 ve 6 oktyabr kunlari İstanbul'da o'tkazildi. Yig'inni İstanbulga joylashgan Uyg'ur Akademiyasi o'rinlashtirdi. Yig'inga dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur tadqiqotchilar qatnashib, o'z sohasiga munosabatli maqolalarni o'qidi. Maqolalar butunlay Uyg'ur tilida o'qilib, yig'in ahlida cho'nqur ta'sir qoldirdi. Shuhrat Mutallibning mazkur akademiyaga faxriy rais bo'lganligi Uyg'ur Akademiyasining nufuziga texmi ijobiy ta'sirlarni ko'rsatgisi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.